Assalomu alaykum, Gold Asfalt jamoasining kuzatuvchilari. Mana bugun biz Farg'ona shahar Kirgili mavzesiga kelganmiz. Jamoamiz bilan birga mana bugun ishni boshladik. Hozir mana ko'rib turganlaringdek, joyni mana tayyorlash bilan shug'ullanishyapti jamoamiz. Joyni bir qator shilib turib, tekizlab, shag'allarni, uklonlarini chiqarib, o'z zaskalarini qilamiz. Ko'rib turganlaringdek, joy tayyorlayapmiz. Bu joyimiz umumiy maydoni 900 kvadratdan iborat. Yo'lni u tomoni ham, yo'lni bu tomoni ham qilinyapti. Ko'rganlaringdek. Hozir mana xodimlarimiz texnika yordamida bu baland joylarini tekizlab, chiroyli qilib, uklonlarini chiqarib, ishni boshlashdi. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga har bitta qilayotgan ishlarimizni bosqichma-bosqich ko'rsatib, sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.